Mamlakatimizda kuzatilayotgan bahorga xos ob-havo esa dehqonlar uchun serhosil mavsumning boshlanishi bo'ldi deyishimiz mumkin. Bu borada surxondaryolik dehqonlarning mehnatini alohida e'tirof etish lozim. Boisi ular boshqa hududlarga qaraganda barcha meva va poliz ekinlarini bozorlarga birinchilardan bo'lib olib chiqadi. Sariosiyolik Fayzulla Rahmatovning ham bu yil tomorqasidan hosilni o'tgan yildagidan ko'ra ko'proq yig'ib olish mo'ljali bor. Hozirning o'zida u uzum, olma kabi mevalar, shuningdek turli sabzavotlarni parvarishlash bilan band. Farovon turmush, to'kis hayot kishining mehnatga bo'lgan munosabatiga qarab shakllanadi. Sariosiyolik 3 farzandning otasi Fayzulla Rahmatov ham mehnatdan baxt topish mumkinligini isbotlagan yurtdoshlarimizdan. Mehnat qilsa, ro'zg'ori but bo'ladi. Shu mehnat orqasidan mana shu joylar, isham, mol xolam, hammasi. Tumanning Chilonzor mahallasida yashovchi qahramonimiz bir necha yildan buyon dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Tomorqasida qishloq xo'jaligidagi deyarli barcha oziq-ovqat va sabzavot mahsulotlarini uchratasiz. U bir muddat avval 4,5 soatga voice uslubidagi uzumzor tashkil etgan edi. Uzumlari hosilga kirgunga qadar ostiga kartoshka, piyoz, qulupnay, pomidor, bodring, bulg'ori qalampiri, baqlajon, ro'zg'orimizga kerakli hamma mahsulotni farzandlarimiz bilan shu yerda o'zimiz yetishtirib chiqaramiz. Aytishlaricha, ular bozordan bu turdagi mahsulotlarni sotib olishmaydi, chunki barchasi shu yerning o'zida yetishtiriladi. Ortiqchasini sotamiz bozorga olib chiqib. Ro'zg'orga qo'shimcha daromad bo'ladi. Shu ayolim, farzandlarim, oilaviy o'zimiz qilamiz. Tomorqasining bir qarshidan ham unumli foydalanayotgan mirishkor 2021-yilning sentyabr oyida 17 sotixga issiqxona qurib, 350 tub limon ko'chatlari qadagan edi. Dastlabki yildanoq 8 tonadan ortiq hosil oldi. Bulardan tashqari o'z davrida ekilgan 150 tub olma daraxtlaridan mo'maygina daromad topilmoqda. Olmadan bir 15 tonna hosil olamiz. Shu yil 45 millionga sotdik. Limondan 10 tonna, 11 tonna hosil olamiz. 8 ming so'mdan shoxidan ko'tarib berdik. 88 millionga. Talab qilinadigan narsasi tagiga ishlash, kesish, dorisini sepamiz. Shu 3 ta amalni bajaramiz. 35 ta yerimiz bor. 120 million, 130 million daromad olamiz. Sanatoriyalarga dam olib kelamiz. Farzandlarimizni o'qitamiz, to'y qilamiz, bo'y qilamiz. Daromadi ortidan o'zi istiqomat qilayotgan ko'chasiga artizan quduq qazdirib suv chiqardi. Mahallada hurmat, e'tibor qozondi. Bu xonadonni barcha xonadonlarga bir namunali maktab sifatida bir ko'rsatsak bo'ladi. Mahallada o'zini o'rniga ega bo'lgan. Shu hammasi shu mehnatning orqasidan. Ona zaminga mehnat qilinsa, u o'z saxovatini ayamaydi. Eng muhimi kishi boqimandalik kayfiyatidan yiroq bo'lishi, mehnatga bo'lgan munosabatini yaxshilamog'i lozim. Sobit Qaynarov, Eshquvvat Himmatov, Surxondaryodan.